Assalomu alaykum go'zal opa-singillarim, muslima yuzli go'zallarimizmi? Bugun yakshanba, dam olish hammaga xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Aysha Rus Abay do'koni ish faoliyatini boshlaydi. Qizilajorli bemalol kechki soat 10 gacha ochiq bo'lamiz inshaalloh. Abaylarimiz narxlari ham juda go'zal, sizlarni xursand qiladigan narxlarni qo'yib qo'yganmiz. Inshaalloh kelib, kiyib hamda dastavka qildirmoqchi bo'lsanglar, Instagram, Telegramlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Qizilajorli. Sizlarni yaxshi ko'raman. Ilohim doim sog' salomatlikda ko'rishni Alloh nasib qilsin. Bizning go'zal qiz singillarim.